Tomoshabinlar tuvanda Germaniyadagi qiziqchimiz Habibullah sizlarga bir qancha latif so'zlab turdi. Shu banda o'zinglarni biroz radiltib olasizlar. Qani marhamat Habibullah. Assalomu alaykum, Ashraf ahli. Hammanglarning Navro'z bayrami muborak bo'lsin. Mana bu shunday chiroyli hammamiz yig'ilgan bu Navro'zga men chaqamapti danglar. Shundan bilan Do'lqonga telefon ochdim. "Ey Do'lqon, bu nimaga chaqamading bu Navro'zga? Chaqagan bo'lsam-da ikki qiz qiziq gap qizib berib qo'ydim" desam, u deydi, "Sen doim meni ko'pchilikning oldida xijil qilib kavo deydi ekansan" deydi. Shundan shunda qarsam bu barang'i sap kavo e'lon qiladi. "Ey nimaga bo'lsa barang'i kavoni esvatdim" desam, "Bu yil kavo o'xshaydigan aqilda shuni Navro'zdan paynib reklama qilyapman" deydi. O'tgan nima yozda Italiyaga bizning me'yor Akbar bilan Gulilar mashin bilan yo'lga chiqibdi-da sayohatga. Yo'lga chiqib, toz ketib berib, yarim yo'lda avtobanning chatga tortib, Akbar uyga qaytmasa olmaydi degan. Shuni Guli qilib, "Ey, haydavring, nima qaytmaysiz?" desa, "Bo'lmaydi. Uy kuynak dazmol olaman" deblar. Dazmolni to'ktin chiqarib yetibman, uyga o't ketdi dedi. "Voy, haydavring, o't ketmaydi menga" debdi. "Voy, o't ketdi" dedi. "Voy, xotirjam bo'ling. Men yuzkizimni yuviblar, turbining suyini etishni unutib qolibdim" degan. Bizim Vali kamı bak kızık yap kıldı. Ötkende Vali nakş etip, yolunga qarab kecha kunduz ötüp atıdı. Mening yaşlığımsa Vali kam kupap 12 yıl oldu pasport alalmay tökülüp atıdı. Bidirek yaşlarım deydi. Bak oldu da bir jigit bilen muhabbetleşip kaptı kız. Ay jigit bek jugaşke, kızdan şokke. Jigitning iqtisodiy ahvoli nachar bo'lgandan keyin shunlar Ölmemeye uzak oldu, kızda bitti, toy kılış şart olmagan diken, apışıklı keten meni dep tuğan. Diyen diken boldu. Dep şu apışıdığan şeyinizde bir mısra şiirden. Şiirnikli telefon olsanız, ben şu çağda derhalle çıkım dep. Ha buldu dep, aldım bir ay ötken dikenler, balı tayarlığını bitirip kızgı telefonu içipti. Açkan dikenler o kızın mumusu var ki, mumus telefonu alıp kaptı de. Apple bu balı telefonu içiptiler. Kızıl gül içidipti, yazdığın şeygida dese, mumay kopap, turib ketip, yosh vaqtdagi muhabbeti esilib ketip, 60 yil oldu to'y qilib ketgan, qolgan miti anangning qishida degidek. Men Yevropanikidan ben deb berayim. Angliyalik bir professor yezlarni aralab minibdi bir yerga. Bir yezdan do'qmoshi kelganda qarshi mashinasi buzilib qolibdi. Mashinasi buzilib qolgandan keyin remontlabdi, qarshi kashkir ketibdi. Qarshi yezdan doğmuşlar ve ayol bor ekanda, qarshi bir professor remontlayotgandan keyin uydan suv ichib eding deb suvni chiqib beribdi. Ichib, vaqt kashkirib qolgandan keyin bo'ldi, uyda qo'nib keling, bo'ldi, deganda yo'lga chiqmamsiz, kashib ketdi degandan keyin, ha bo'ldi debdi, uyda qo'nib qoldi. Shunlar uyda kashib ayol oppoq kirliklansib, o'ranni sap berib, o'zi tul ayolga ishni sal ichib qo'yiblar. Va obdan uflang deb qashni etib qolib, tushib qolibdi-da. Tushib keyin bu professorlar uflab yerib ketgan. Attigini shon qo'pib bu ayol da barangmaka shu yerga chiroyli nima qavalt nima deymizda, attiganlik nosh tayyorlabdi. Nosh tayyorlab shuni qilgandan keyin u professor shunday qarasa, tuvanda 10 tal mekiyan, 10 tal g'o'roz tug'dak. Shuni ayolga debdi-da, "Voy qarang, bu 10 mekiyanga 10 g'o'rozni qilyapsiz. Uningdan bir g'o'roz qilib qolganini mekiyan qilsangiz o'zingizning iqtisodiy ahvoliga yaxshi emasmi?" desa, "Bo'lmay turib. Ey, qarang siz unda deganing bilan 10 g'o'roz emas, uning ishi faqat birisi g'o'roz, 9 professor degidek." Ay yomg'irni deb bervasam, o'kine. Do'lqon qo'pab, bizning mashinalar ashna to'xtab qolishdi deydi. Ashna desa askarcha qo'pab, shuning biz Uyg'urlardan professor chiqmaydi deydi. Ondan ko'pchilik rahmat, mushakka uchun xo'sh.